98-bob la yukallaful abdu minal amali ma la yutiqu. Qulga o'zining toqati yetmaydigan, ya'ni qulning qudrati yetmaydigan ish buyurilmaydi. 192-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytgan ekanlarki, lil mamluki ta'amuhu va kisvatuhu va la yukallafu minal amali ma la yutiqu. Mamlukka, ya'ni qul insonga taomi beriladi, kiyimi beriladi va uning kuchi yetmaydigan ish unga buyurilmaydi degan bir qoidani qilib qo'ygan ekanlar. Demak, birov quldormi, quli bormi? Demak, qulni och qolsa, quldor aybdor. Uni qonun to'y qilish kerak. Mas'uliyati shu. Kiyim ham shu ekan. Quldor bo'lmoqchimisan, demak, shuni kafolatini olasan. Kiyimini qilib berasan, taomini topib berasan. Keyin qul qilasan. Ana shu bilan birga yana meni qulimda bu, meni mulkimda bu, nima xohlasam qilaveraman deya olmas ekan, balki o'sha qulning qudrati yetmaydigan ishni unga yuklamas ekan, unga buyurmas ekan. 193-hadis yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, lil mamluki ta'amuhu va kisvatuhu va la yukallafu illa ma yutiqu. Bu o'shini bir siyg'asi o'zgargan ekan. Avval hadisni mamluk qulni taomiga haqqi bor, kiyimga haqqi bor va unga faqat kuchi yetadigan narsagina buyuriladi, amr qilinadi degan ekanlar. Demak, mana shu hadis shariflarda ham islom dini o'sha vaqtda hamma dunyoni quldorlik bosib turgan bir paytda qullarni haq-huquqlarini belgilab qo'yganligi, ularning insonlik darajalarini ko'targanligi, o'sha vaqtdagi eng zaruriy insoniy hojatlar taom, kiyim va ish bilan ta'minlanish yoki uni haddan tashqari bo'lib ketmaslik taraflarini hammalarini chegaralarini chizib, qullarning haq-huquqlarini quldorlarning qarshisida muqobilada tayinlab qattiq himoya qilgan ekan. 194-hadis Ma'rur radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Mararna bi Abi Dharr va alayhi thawbun va ala g'ulamihi hullatun. Abu Zarr G'ifori radhiyallohu anhu ni huzurlaridan o'tdi deydi. U kishi bir kiyim kiyyapti-yu, g'ulomi to'liq kiyim kiyyapti, bosh oyoq sarpo kiyyapti. Faqulna law akhadta hadha wa atayta hadha ghayrahu kanat hullatan. Ammo uni olib uni o'rniga boshqa bersa, axir sizniki bosh oyoq sarpo bo'lib qolar edi-ku, deyishibdi. Shunda Abu Zarr G'ifori aytgan ekanlarki, qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam, ikhwanukum ja'alahumullohu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wa la yukallifhu ma yaghlibuhu fa in kallabahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alayhi. Payg'ambarimiz aytganlarki, debdilar Hazrati Abu Zarr G'ifori, bular birodarlaringiz. Alloh taolo ularni sizning qo'lingiz ostida qilib qo'ydi. Kimning birodari uning qo'l ostida bo'lsa, unga o'zi yegan taomdan bersin va o'zi kiygan kiyimdan kiydirsin. Unga undan kuchi yetmaydigan ishni buyurmasin. Agar unaqa kuchi yetmaydigan ishni buyurib qo'ygan bo'lsa, o'zi unga yordam bersin deganlar, debdilar.